Mana shu 3 ta mashqni ko'pchilik sportchilar qilishadi. Juda ham zarar narsa. Buni ko'proq do'stlaringizga yuboringlar, ko'rishsin. Juda ham zarar narsa. Mana shu mashqlarni qilmanglar. Nimaga zararligini oxirida aytaman. Hozir mashqlarni ko'rib olinglar. Birinchisi bu oyoqlarni ko'tarib joyingizda yugurish. Tizzlarni baland-baland ko'tarasiz, joyingizda yugurish. Keyingisi mana sportsmenlar bunday qiladi. Qo'lini beliga qo'yib oladida, oyog'ini oldinga bunday qilib yuguradi, bunday mashq qiladi. Keyingisi masalan joyida bir xil qadam qo'yadi. Qadam qo'yib o'tiradi. Kuniga 5 minut, 10 minut vaqtingizni o'g'irlaydigan bu mashqlar juda ham zarar. Zararli joylari qorningizni ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Masalan, to'mpayib turgan qorin bo'lsa, shuni ketkizishga sabab bo'lishi mumkin. Yillab yig'asiz qorinni. Kuniga 5-10 minut mana bu mashqni qilib, qoningizni ketkizib qo'yasiz. Bu birinchisi. Keyingisi, oyoqlaringizni juda ham mustahkam qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni sog'lom qilib qo'yishi mumkin. Bu ham bir zarar narsa. Va eng yomoni pressingizni chiqarib qo'yishi mumkin. Bu endi ko'pchilikka yoqmaydigan narsa. Shuning uchun qilmanglar bu mashqni va ko'pchilikka taqiqlayman bu narsani.